Gold komplektatsiyada. Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli obunachilar, kanalimiz, grupamiz a'zolari. Bugun 2022-yilga 23-yil Hyundai Porter Gold komplektatsiyada bir qator ko'rsatib o'taman. Mashinamizning holatlari juda ham a'lo darajada, ko'rishingiz mumkin. Faralariga alohida e'tibor beramiz. LED qo'ydirgan ekan. Alohida minaman deb bir qo'l minilgan mashina ekan, LED faralari. Mana shu joyida shuni ko'rsating, mana shu joyida bu yerda mana shu joyni ozroq qirib olgan ekan. Mana shu joyni ozroq qirib olgan ekan. Balon holatlari avval tashqi tarafini ko'rsatib o'taman. Mana bu tepasiga e'tibor bermaymiz. Shunaqa bir uydaqa tent qo'ydirib qo'ygan ekan. Odatda bular Koreyada shu gul tashish bilan shug'ullanadi. Shunaqa marosimlarga, karislarda o'z marosimlariga gul tashiydi. Shuning uchun shunaqa baland qilib tent qo'ydirgan ekan. Keyin mebel tashishda ham foydalaniladi bu tentdan. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, balon holatlari o'rtacha, ozgincha xizmat qiladi. Balonlari. Hop, mashinamiz tag qismiga keladigan bo'lsak, taglar yaxshi. Hop, motor qismlari bu tentini olib tashlaymiz. Buni qaranglar. Mana shundayda uy deysizda, uy misoli. Bortini ichlari ham juda top-toza turgan. Buni tentini olib tashlaydigan bo'lsak, yangida chiqadi. O'zini radnoy bortida unaqa qirilib, chizilib ham ketmagan. Mana bu tent tagida turgani uchun. Buni bo'yini balandligi 3 metr. 3 metrli tent ekan. 22 ga 2023-yil bo'lib chiqqan. Bu yerdan bilsanglar bo'ladi, zapaska bo'lmaydi bularda. 23larda zapaska bo'lmaydi, texpasport 23 bo'lib chiqqan mashinani, texpasportda. Ichlarini ozroq ko'rsatib o'taman mashinani. Ko'rishingiz mumkin, 22-yilga 2023-yil bo'lib chiqyapti. Eng fulli bo'ladi bu. Nikkel, aquaprint. Old afishkalari ham aquaprint bo'ladi. O'rindiqning holatlari yaxshi, chiroyli qarab mingan ekan. Bu nimaga, bo'yinning orqasiga yumshoq ham nimalardan, yostiqchalardan qo'yib, qani bismillah. Roliga ham mana bundan originaldan qo'ydirgan ekan. Mashinamizda cruise control bor. Klimat kontrol bo'ladi full pozitsiyalarida. Avtomat korobka tiptronik. Hop, o'rindiqlari soviydi, qiziydi, roli qiziydi. Keyin mana bu orqa oynasida nima spirali bo'ladi. Har doim aytib o'taman, hozir tent borligi uchun ko'rinmayapti bu. Old afishkaning holatlari yaxshi, eshigini holatlari, eshigini yon afishkalari ham holati yaxshi, torpedaning holatlari ham. Undan keyin yana bitta qo'shimcha narsasi, buni qaranglar. Zadniy vidni alohida qildirgan ekan bu. Monitor ataylar, monitor yo'q, lekin mana bu monitor o'rnini bemalol bosaveradi. Qaranglar, kattakon pakovoy qo'ydirgan ekan. Bu ham mashina bilan ketadi. Bu ham mashina bilan ketadi. Keyin 2,5 kilogacha ko'tarar ekan. Bitta muzdek kofeni olib kelib, stakanchikni qo'yib qo'yib, mashinani minib ketaverasizda. 22-yilga 23-yil ekan. O'sha kitobchalari bilan turibdi, mana Hyundai'dan berilgan kitobchalari. Keyin mana bu narsasi bo'ladi. Bu narsa nima deysizlar? Bu 23-yildan boshlab zapaska bilan chiqmayapti mashinalar. Buni ichida kley bilan nasos kompressorchasi bo'ladi. Agar mabodo teshilib qolsa, mana bu nasos kompressorchasi, mana bu kley bo'ladi. Shu bilan yetib olasiz deb berishayotgan 23-yildan boshlab mashinalarga. Holatlari yaxshi ekan mashinani. Xo'p, yurgan kilometrni ko'rsatmabman. Yaqinlashtiramiz. 95.608 kilometr yuribdi. 95.000. Borganda 96.000 kilometr masofani bosib o'tibdi mashinamiz. Mashinaning motor qismini ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. Qani bismillah. Motorlari ham soatda ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Changi bilan turgan. Artib, moylab qo'ymagan, yog' qo'ygan yoki sachragan joylari yo'q. Soatda ishlab turibdi.
Keyin eshigini mana shu joyini ozgina qirib olgan ekan. Bilinmas darajada yo'q. Shuni ham ko'rsatib o'tyapmiz. Mana shu eshigini yonlarini ozgina qirib olgan ekan. Tagini ko'rsatamiz mana. Taglari ham hop, avariya udor bo'lgan joylari yo'q. Chiroyli holatda turibdi. Taglari endi xizmat qilgani bor. Yangi salondan olinayotgan mashina bo'lmagani uchun, mashina minib yurib turgan mashina, minilgan. Holati nisbatan yaxshi ekan boshqalarga qaraganda. Xo'p, endi bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, inshaalloh bu mashinani sotib oldik. Koreyadagi narxi 12 ming bilan yurgizib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.